Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, men o'tgan videoda ko'rsatib o'tolmadim, vaqtimiz ko'payib ketgani uchun. Xo'p, bugungi videoda ko'rsataman. O'yinchilarni qanday qilib sotamiz. Ketdik. Va o'yinchilarning darajasini qanday qilib kuchaytiramiz. Ketdik. Hozir o'rgataman shuni. Xo'p, birinchi o'rinda o'yinchilarni sotishni o'rgataman. Chunki bu o'tgangi safar ko'rsata olmaganman. Shuning uchun mana market bo'limiga o'tamiz. Bu market bo'limi albatta hop bu yerda siz 16 darajasi turibdi. Hop meni ko'k ichida meniga 16 daraja turibdi. Shu daraja sizga 6 yoki 7 bo'lishi kerak. 6 dan past bo'lmasligi kerak. Chunki 6 dan past bo'lsa u hop nima desam bo'ladi? Bu market bo'limi ochilmaydi. Hop, keyin ketdik. Ana kirdi. Hop. Keyin esa my players turibdi mana bu yerda. To'xtanglar hozir. Mana my players turibdi. Shu joyga o'tamiz. Endi bizga pastroqqa tushamiz. Va mana men albatta Rodrigoni sotmayman, chunki men Real Madridning fanatiman. Hop, muxlisman. Men mana bu o'yinchilarni sotib yuborishim mumkin. Mana bu yerda turibdi ikkita o'yinchi. Shu ikkalasini sotib yuborishim mumkin. Ketdik. Albatta bularni ustiga bosamiz va bu yerda sell tugmachasi turibdi. Mana sell tugmachasi turibdi. Shu joyga bosamiz. Yana bir bol o'sha sell tugmachasini bosamiz. Kattaroq sell tugmachasi. Mana bosdik. Endi esa confirm tugmachasi. Confirm. Mana shu tugmachani bosamiz. Ketdik. Bizda bu yerda hop qizil turib qoladi. Mana. Mana my orders degan joyda 1 turib qoladi. Agar bitta o'yinchi sotsangiz, ikkita o'yinchi sotsangiz, 2, 4 o'yinchi sotsangiz 4 ta turadi. Hop. Endi yana bir o'yinchini ham xuddi shunday qilib sotib olamiz. Unlock agar qulib bo'lsa, unlock tugmasini bosib qo'yamiz. Keyin sell tugmasini bosib, yana sellni bosamiz va bu yerga bunga o'tamiz. Qanday qilib siz keyin u tangalarni olishingiz mumkin? Hop, birinchi o'rinda bu yerga o'tamiz. O'sha hozirgi my orders deganimga mana shu bo'limga o'tamiz. Keyin bizda bitta o'yinchi sotilibdi hali. Hop. Shu o'yinchi sotilibdi mana hozir 1 minut. Mana shu o'yinchi sotilibdi hozircha. Hop, endi bu ham sotildi. Ikkalasi ham sotildi xullas qilib. Mana ikkalasi ham sotildi. Mana ikkovi sold deb turibdi. Yashil tugmada yashil yozuvdi sold. Hop, bizda hop qanday qilib bu tangalarni olasiz? Hozir siz endi bu yerga bosamiz. Mana claim all coins. Agar bitta o'yinchi bo'lsa, hop bu yerga bossangiz ham bo'laveradi. Hop, agar ko'proq o'yinchi bo'lsa, shu claim all coins deb turibdi. Shu joyga bosamiz. Mana sizga 305 mingta, menga 305 mingta bermoqda. O'zini narxlab qo'yadi 10 darajasiga qarab mana. 10 darajasiga qarab narxlab qo'yapti. Hop, bizga endi mana bu confirm tugmachasini bosishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Mana uji ko'paydi bizga mana tangalarimiz. Mana shu yerda tangalarimiz ko'paydi mana. Endi esa biz uyga qaytamiz va bugun o'yinchilarni kuchaytirishni o'rgataman men. Kiramiz my club deganga. Mana club deganga turibdi. Club mana shu joyga bosamiz.
Mana endi My Team degan katta to'rt burchak turibdi. Shunga bosamiz. Shu joyga ketdik. Va xohlagan kuchaytirmoqchi bo'lgan o'yinchingizni ustiga bosasiz. Mana men masalan, hop, hujumchimni kuchaytirmoqchiman. Mana shunday qilib, o'sha hujumchini ustiga bosamiz va bu yerda rank up tugmachasi turibdi. Hop, bu rank up tugmachasida bosamiz. Ketdik, bosdik va bizda ikkita kuchaytiradigan o'yinchi bor ekan. Mana ko'rdingizmi? Ikkita ekan. Hop, buni qanday qilib olishni o'rgataman. Lekin men hozir o'zi hujumchini kuchaytirmoqchi emasman. Hop, men yarim himoyachini kuchaytirmoqchi edim mana. Shu o'yinchini kuchaytirmoqchi edim. Men iloji boricha shuni 114 qilishga harakat qilmoqchiman. Shuning uchun mascherani to'playapman. Bu mascherani qanday qilamiz? Agar siz hozirda o'zida shu videoni ko'rib bo'lib, hop, like va podpiskani bosib qo'ying albatta. Shu videoni ko'rib bo'lib, Play Market bo'limiga o'tib, hop, o'shandan Face Mobile'dan yuklab olsangiz, sizga 4 ta mascherani berishini, qanday qilib berishini o'rgatib o'tib ketaman mana. Bunda ham albatta 1-2 ta o'ynaysiz. Hop, mana ketdik. Play bo'limiga yana o'tamiz. Bizda shu yerda katta qilib Team of the Season turibdi mana. Mana bu yerda Team of the Season turibdi mana katta. Shu bo'limga o'tamiz. Hozir internet ishlayapti. Hop, biz shunda oxirrog'iga o'tsak, mana buni bugun men mana bu yerdan hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. Bu yerdan har kuni sog'a olasiz. Hozir mana free tugmachasi doim edek. Oldik. Endi oxiriga o'tamiz. Va men 14 ta o'yin o'ynadim. Mana pastda turibdi. Ko'rdinglar? Mana 15 tadan 14 ta o'ynabman. Hop, bitta o'ynasam, mana o'sha hozir sizlar bilan o'ynab qo'ya olardim, lekin hop vaqtimiz ko'p ketib qolishi mumkin. Shuning uchun hop, mana shu xohlaganingizni tanlaysiz. Mana xohlasangiz buni, xohlasangiz buni, xohlasangiz buni. Men lekin shuni sizlarga maslahat beraman. Mana buni maslahat beraman sizlarga, chunki hop, bu osonroq o'ynaysiz va tezroq olishingiz mumkin mana buni. Uchala o'yinchini Bristol chap qanot, hop, Douwe, Paris PSG komandasining o'yinchisi. Hop, keyin 103 dan 107 gacha. Hop, keyin 3 ta kuchaytiradigan o'yinchi. Men bitta o'ynasam, hozir shularni olishim mumkin. Mana vaqtimiz ham tugab qolibdi. Hop. Endi mana menda 360 ta tots turibdi, mana tepada turibdi, ko'rdinglar? Mana shu turibdi. 360 ta. Ko'rdinglar? Shuni hop, men juda ko'p qo'llab yuborganman. Xohlaganimni olishim mumkin. Mana xohlasam bu 500 talik buni olishim mumkin. Xohlasam 2 million talik buni olishim mumkin 20 donaga. Menda lekin 360 ta turibdi. Xohlasam buni olishim mumkin. Demak, men hozir buni olishim mumkin. Sizga olmos kerak bo'lsa, keyingi videoda olmosni qanday qilib ishlashni o'rgataman. Hop. Keyingi videoda emas, albatta olmosni ko'paytirib sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Hop, ketdik. 20 donaga almashtirishni mana ko'rib turibsiz siz ham. Mana 20 donaga almashtirish turibdi. Hop, ketdik. Olamiz. Va bizga 500 ta olmos berdi. Mana. Bu ham olim bo'ldi. Qaytib olishtiradi, buni olsa bo'laveradi. Xullas ham ko'p, juda ko'p olishingiz mumkin mana. Men yana olaman. Juda ham ko'p olishim kerak. Sizlarga albatta ko'rsatish uchun. Mana yana olyapman. Hop, mana oxirgisi 4 tadan 5 ta bo'ldi, chekara ko'rsatmoqda. Mana 4 tadan 5 ta turibdi. Bitta qoldi. Endi olayman. Mana oxirgisi ketdik. Mana bo'ldi. Endi bu bekilib qoldi. Mana olsak bo'lmaydi.
Endi faqat mana buni va mana buni olishim mumkin. Endi xo'sh. Hop, hammani ana olmasim ko'payib turibdi. Hop. Keyingi videoda qanday qilib ishlatishni va ana uni o'ynab ko'rsatib beraman. Hammaga xayr. Videolar yoqqan bo'lsa like va podpiskani bosib qo'yamiz. Videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha.